Madaminbek yoxud Qonli gullar vodiysi. Asar 2021-yilda Baxtiyor Abdug'ofur qalamiga mansub bo'lib 2021-yilda yozilgan va bu asarda 1917-1920-yillarda demak yurtimizdagi qo'rboshilarni, ya'ni o'sha davrda bosmachilar deb atashgan, lekin asli qo'rboshilarimizni, yurt uchun kurashgan qo'rboshilarimizni qizillarga qarshi ko'targan isyoni va yurtimizni ozod qilishga qo'shgan hissalari va harakatlari haqida ko'rsatib berilgan asar hisoblanadi. Demak, asar birinchi bo'lib, demak, nima desa bo'ladi? Maqsudbek, ya'ni oddiy qo'rboshilardan biri bo'lmish, oddiy bir boy zodagonlardan biri bo'lmish Maqsudbekni Qo'qonga kirib borishi nimasi va dadasini o'limi desa xalq dushmani sifatida uni demak ruslar, qizillar o'ldirgani ko'rsatib berilgan va ayni o'sha davrda demak Madaminbek boshchiligida qo'rboshilarni harakatlari boshlanayotgani, ayni bunga esa sabab birinchi bo'lib Qo'qonda bo'lgan qonli kun, ya'ni o'sha Qo'qon dahshati desa ham bo'ladi, ya'ni arman dashnoqlari bilan birgalikda Qo'qonda demak 10 mingdan ortiq odamni bir boshidan o'ldirib qonga bo'yagani, ya'ni oddiy beshikdagi chaqaloqdan tortib keksa boboylarigacha hammani ayamasdan o'ldirib chiqqani va shundan keyin yurtimizdagi ayni mudrab turgan qudratimiz birdan qo'zg'alib, demak yigitlarimiz qo'rbosh Madaminbek boshchiligida Shermuhammadbek, Kichik Ergash va Katta Ergash, Mulla Ergashlar boshchiligida demak katta qo'shin tuzib, barcha tomondan yigitlar, qo'rboshlar yig'ilib bir tomonda demak qizillarga qarshi jang qilishi, qizillarga qarshi qaqshatqich zarbalar berishi bu asarda ko'rsatib berilgan hisoblanadi. Ammo shu yerda demak Madaminbekni mardligini, Maqsudbeklarni, demak mana Kichik Ergashlarni, Shermuhammadbeklarni biz mardligini ko'ryapmiz, ammo u yerda ham Nuriddinboyga o'xshagan, Salohiddin Xo'jaboyga o'xshagan, Mahkamboyga o'xshagan demak pul uchun o'zini hatto iymonini sotadigan, o'zini odamlarini demak nima desa bo'ladi, o'z odamlariga qarshi dushmanlik qilib chiqadigan odamlarni ham ko'rsak bo'ladi. Ayni Nuriddinboy ham shunaqa odam edi o'rtada, ya'ni ruslarga kerak bo'lsa miltiq sotadigan, boshqa sotadigan, bularni gapini ularga yetkazadigan, ularga bular nozik joyini ko'rsatib beradigan odamlardan hisoblangan. Demak, asarda nima desa bo'ladi? Qizillarga qarshi hatto o'sha vaqtda oq podshoni ma'lum bir demak qolgan askarlari qayerlardir qop, masalan mana ayni Sibir tomonlarda, Ural tog'larida demak qizillarga qarshi jang qilayotgan admiral Kolchak boshchiligida, undan tashqari demak general Lavr Kornilov boshchiligida demak qo'shinlar ham qizillarga qarshi chiqishi, bundan tashqari demak bizlarni o'zimizdan nima desa bo'ladi, Madaminbek qo'shiniga ham ayni general Lavr Kornilovni shaxsan ukasi general Kornilov ham kelib qo'shilishi jangda. Ammo ayni Kornilovga qarshi ruslar ham bir-biriga qarshi demak u yoqda general Zivyayev boshchiligida bu yoqda Kornilovga qarshi qo'shinlar to'qnash kelishi va qizillarni yolg'onlariga, boshqalariga ishonib, demak Oqpodshoni boshqa askarlari ham qizillarga qo'shilib ketishi, buni oqibatida Madaminbekni qo'rboshilardan ham ko'pchiligi qizillar tomoniga taslim bo'lishi, ularga qo'shilib o'zimizni demak qo'rboshlarimizga qarshi chiqishi bu asarda ko'rsatib berilgan. Bundan tashqari ayni o'sha yerda qo'rboshilarni shuncha vaqtgacha biz bosqinchi deb bildik. Bu asarda o'qib chiqqandan keyin men yaxshi bunday xulosaga keldim. Bosqinchi deb bildik ularni biz, dushman deb bildik o'zimizga. Lekin aslida bizni ozodligimiz uchun kurashga chiqqan
o'zimizni ichimizdan chiqqan mardlar o'shalar bo'lgan. Ammo bizga tarixni, haqiqatni berkitib, bizlarga ularni dushman, bosqinchi qilib ko'rsatishgan. Bu yerdan yana nima bilsak bo'ladi? Jadidlarimiz tomonidan demak qurilgan yangi maktablarga Madaminbek o'zi shaxsiy demak boyligidan pul tikadi. Ular uchun daftar, ruchka, boshqa har xil narsalar sotib olib keladi, o'zi homiylik qiladi Madaminbek. Shermuhammadbek ham o'shanday, Mulla Ergashlar. Ammo bu yerda bir narsa bor ediki, nima? O'zimizni odamlarimiz ichida ham bizda shu narsa kasallikda, ya'ni mansab talashish, boylik talashish, obro' talashish. Xuddi shunday Mulla Ergash ham Madaminbekka qarshi mansab talashadi, ya'ni men eng katta boshliq bo'lishim kerak desa, ular men eng katta boshliq bo'lishim kerak deb o'rtada bir-biriga qarshi dushmanlik chiqib qolib o'rtada. Ayni o'sha yerda demak bir-biriga yordam bermay qo'yadi. Bu esa qizillar uchun juda katta foyda bo'ladi. Ya'ni birma-bir yengib borishga harakat qiladi. Oxirida esa qo'shin soni kam qolgandan keyin bir-biriga qo'shilgani foyda bermaydi keyin. Ayni shu yerda demak general Zivyayev tomonidan Madaminbek o'ldiriladi. Ya'ni qizillariga Madaminbek ham ozgina demak o'ylab oxirida kelishuv qiladi. Ya'ni xalqqa jabr qilinmaydi. Odamlarimiz oddiy demak tarqatib yuboriladi jangchilar va Madaminbek ham oddiy demak odamlar qatorida, amaldorlar qatorida o'z xalqi uchun yordam beradigan bo'ladi va o'rtada urush tinchlik yo'li bilan to'xtatiladi deyiladi. Shu narsaga kelishuv bo'layotgan vaqtda esa Madaminbekning yo'lda general Zivyayev tomonidan otib o'ldiriladi va bundan keyin qo'rboshlar o'rtasida yana qaytadan jang ko'tariladi. Shermuhammadbek, Xolxo'ja Eshonlar boshchiligida, Xolmatbeklar, Maqsudbeklar boshchiligida katta jang ko'tariladi o'rtada. Va o'sha bilan yana qaytadan shu bizni qo'rboshlarimiz yomon bo'lib, bosqinchi nomi bilan chiqib qoladi hamma yoqda. Lekin aslida bizni mudrab yotgan qudratimiz deb ayni bizni demak qo'rboshlarimizni aytgan bo'ladi. Bizni kelajagimiz, ma'naviyat, ma'rifatimiz poydevori tog'i deb jadidlarni aytgan bo'ladi. Ayni Islomxon To'ra o'sha vaqtda Tarixi Mujohidon asarini yozib, o'shani ichiga o'sha davrni demak ayni shu qo'rboshlar hayoti, ularni o'sha vaqtda bo'lgan voqealiklari, janglarini tasvirlab o'tgan bo'ladi. Va shunday asarlarga, arxiv hujjatlariga asoslanib Baxtiyor Abdug'ofur bizga haqiqatni ko'rsatib berish maqsadida Qonli gullar vodiysi yoxud Madaminbek asarini yozadi. Ayni bu asarni men hammalaringizga tavsiya qilaman, ya'ni bizni tariximiz, ya'ni haqiqiy tariximizni anglab borasizlar. Bu badiiy kitoblar degani faqatgina ertak kitob deb tushunmanglar buni yoki she'riy kitob deb tushunmanglar. Badiiy kitoblarning orqasida ham yashirin tarix, haqiqat ko'rsatib berilgan hisoblanadi. Va shuni ichida aytishim mumkin, ba'zilar masalan universitetga kirish uchun 2 yil, 3 yillab repetitorda tayyorlanadi-da. Men hech qanaqa repetitorda tayyorlanmaganman. Mana shu yosh kitobxon uchun va o'zimni hobbiyim kitobxonlik, kitob o'qish bo'lgani uchun ham men hamma kitobni yaxshi ko'rardim, ayniqsa tarixiy kitoblarni. Va ayni universitet imtihonida ham tarix fakultetiga topshirganman. Ko'p joylari, demak, ona tili adabiyotda majburiyda ham, tarixdan berilganda ham ko'p joylari tarixiy kitoblardan tushdi. Badiiy kitoblardan tushdi. Badiiy kitoblarda o'qiganman men ayni o'sha faktlarni. Va shu narsa foyda berdi va hozirda O'zbekiston Milliy universiteti talabasiman tarix fakultetida. Tabriklaymiz, omad. Rahmat. Hammaga mana shunday badiiy kitoblarimizni, xazinalarimizni o'qishni tavsiya qilib qolamiz. Rahmat, albatta.